Assalomu alaykum. Bugun markaziy uchrashuvimiz bo'ldi. Futbol Gulobod jamoasi pedagog bilan. O'yin bizni kutgan natijalarni bermadi. Bizni sal chiroyliroq, bir qisqaroq hisobda bo'ladigan o'yin kutgan edik, lekin sal o'yin sustroq bo'ldi. O'shanga o'yin to'g'risida taassurotlaringiz, o'zingiz nima deysiz, qanaqa tayyorgarlik ko'rgan edinglar? Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi o'rinda havasligi tashkilotchilarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'sha anchadan beri o'ynab kelyapmiz. Bugungi o'yinga keladigan bo'lsak, bugungi kunda bizning jamoada hamma keldi, hamma tayyorgarlik, chunki bu o'yinni anchadan beri kutgan edik. Gulobod yaxshi jamoa, yaxshi o'yinchilar, hamma ko'pchiligini taniymiz, yaxshi jamoa ekan. Menimcha ozgina omad kulib boqmadi Gulobodga, chunki ular o'z futbolda bo'ladi. Formasi biroqlar o'yin o'xshaydi, kimdirda o'xshamaydi. Menimcha bugun bizga omad ko'proq kulib boqdi, ularga ozgina boqmadi. Atak yaxshi o'yin bo'ldi. Musobaqada hozircha yaxshi ketyapsizlar. Maqsad bilamiz, chempionlikka. Keyingi o'yinlarda omad tilab qolamiz. Bundan ham chiroyliroq o'yin ko'rsatasizlar deb umid qilamiz, xudo xolasa. Rahmat. Rahmat sizlarga ham. Rahmat.